Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mana shunday keng va yaxlit yeng bichimli abayani modellashtirishni o'rganamiz. Keng bichimli abaya fasonimizni chiqarish uchun bizga kerak bo'ladi orqa asos andoza. Keng bichimli bo'lgani uchun orqa asos andozadan ham foydalansak bo'ladi. Qog'ozimizga liniyasini to'g'ri qilgan holatda yopishtirib olamiz va yelka tugagan joydan tepaga 1-1,5 sm chiqib olamiz va shu nuqtadan yonga to'g'ri chiziq chizib olamiz. Yelka tugagan joydan yeng uzunligini belgilaymiz. Biz 40 sm belgilab oldik. Yeng uzunligi qancha bo'lishiga bog'liq va shu chiziqdan esinglarda bo'lsin 90 gradusda pastga yeng uzunligini chizib olamiz. 15 dan 18 sm gacha. Biz 17 sm qilib oldik. Va orientir uchun ro'ymani pastki qismidan yonga 3 dan 6 sm gacha nuqta qo'yib olishimiz kerak. Esinglarda bo'lsin, bu nuqta orientir uchun. Beldan 2 sm belgilab olamiz va yeng uchiga maxsus lineyka orqali mana shunday holatda tutashtirib olamiz. Abaya fasonimiz qancha keng qilmoqchi bo'lsak, beldan ham shuncha kengaytiramiz. Yana ham keng qilmoqchi bo'lsak, bel qismidan yana 2 sm keng qilamiz. Mana shu holatda kengaytirsak bo'ladi. Sizga oson usulda abaya fasonini chiqarib berishga harakat qildim. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Yana qanday fasonlarni oson usulda modellashtirishni o'rganishni xohlardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.